Professional ta'lim fakulteti. Hozirda ushbu fakultetda 4 ta kafedra mavjud bo'lib, bular professional ta'lim, tasviriy san'at hamda axborot texnologiyalari. Jami 5 ta yo'nalishda 800 ga yaqin talaba tahsil olmoqda. Demak, barchaga assalomu alaykum. Bugungi ochiq darsimizni ochiq deb e'lon qilaman. Ochiq darsimiz aynan TS 301-guruhda bo'lib o'tadi. Mavzuyimiz ranglari bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan buyumlardan tuzilgan murakkab mavzuli natyurmort deb nomlanadi. Men hozir 4 ta guruhga bo'lib oldik. Ochiq dars yakunida komissiya a'zolarimiz 4 ta guruhdan bitta guruhni g'olib qilib tanlab berishadi va ularga albatta mana shunday chiroyli kechkalarni promotion sifatida taqdim qilamiz. Demak, guruhlarga omad tilaymiz. Ijodiy jarayonni kuzatamiz birgalikda. Guruhingiz nomi? Qo'l qalam sehrgarlari. Qo'l qalam sehrgarlari juda ham chiroyli. Komanda nima topsa, nom topsizlar. Shiorimiz tasvir emas, tuyg'usiz. Tasvir emas, tuyg'usiz. Uni qanday asoslaysiz? Mazmun. Tasvirimiz masalan rassom o'zi ichidagi bor tuyg'ularini rasmlashtirib Chunki ijodkor odam uchun birinchi navbatda nima kerak bo'ladi? Ichki his-tuyg'u bilan chiqinadi, to'g'rimi? Shunchaki tasvir emas, o'sha tasvirni biz ichimiz bilan, qalbimiz bilan nima qilamiz? His qilamiz. His qilib ingizamiz. Shunda chiroyli asar yaratishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ikkinchi komandamiz Sardori. Umidvor. Bizning guruhimizning nomi Mazrika guruhi. Shiorimiz esa san'at bilan yasha, san'atda yashash shiori. San'at bilan yasha, San'atda yasha. san'atda yasha. Demak, 4-chi komandamiz guruh Sardori. Sevinch. Guruhingiz nomi? Bizning komandamizning nomi Picasso kabutarlari. Picasso kabutarlari. Shioringiz? Shiorimiz tinchlik qanotida ranglar jilosi. Tinchlik qanotida ranglar jilosi. Picasso qanotchalari qanaqa bo'ladi? Picasso qanotlari. Chunki o'sha Picasso o'sha tinchlik sevar rassom bo'lgan. U 1940-yilda tinchlik kabutarlari nomi ostida asar yaratgan. Va Lekauze jurnalida o'sha narsa chop etilgan. O'shaga asoslanib o'sha Picasso kabutarlarini qo'ydi. Shiorimizni o'shaga asoslanib, masalan, tinchlik kabutarlari asariga asosan tinchlik qanotida ranglar jilosi yo'nalishtirilgan holda shiorimizni Ma'lum, judayam chiroyli. Demak, 4 ta komandamizga hozir omad tilab qolamiz va albatta oxirgi o'rinda bitta g'olib komandani aniqlaymiz va ularga albatta promotionlarni tarqatamiz. Ishingizga omad. Qalam sehrgarlari komandasining ishini davom ettirishadi. Juda ham chiroyli. Applikatsion usulda natyurmort yaratishlari kerak bo'ladi. Menimcha bunaqa natyurmort oldin bilinmagan, Manzura? Birinchi martami? ijodkorlari o'zlarining aynan applikatsion ishlarini ham mozaik usulida bajarishyapti. Ko'ramiz oxirida qanaqa chiroyli ish chiqadi. Omad tilab qolamiz.
Nilufar Ibrohimovnani ochiq darslariga tashrif buyurdik. Dars har doimgidek ijodiy pozitiv ruhda, kreativniy fikrlar, kreativniy g'oyalar bilan boyitilgan. Mana hozirgi ochiq darsda ko'rib turibmiz, guruhlar, guruh 4 ga bo'lingan. Har bir guruh o'zini kreativ nomiga ega hamda qilayotgan ishlari ham juda ham ijodkorlikni oshiradigan, zavqlantiradigan chiroyli ishlar amalga oshirilyapti. Ochiq dars juda ham qiziqarli, maroqli o'tyapti. Nilufar Ibrohimovnaga tashkil etilgan chiroyli dars uchun rahmat. Biz ham pedagoglar kirib, maroq bilan tomosha qilib, o'zimiz uchun yangi g'oyalar o'rganib ketmoqdamiz. Rahmat. Bugungi ochiq darsimizni g'olib komandasi ijodkorlar guruhida topildi. Qarshiga